Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umraga narxlar qanaqa bo'lyapti, gastinisalarchi, oraliq masofasichi, taomlarichi, barchasi haqida qisqacha va to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz azizlar. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lganlar yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 2 kecha yu 3 kunduz Madinada bo'linadi hamda 11 kun Makka Mukarramada bo'linadi azizlar. Gastinisalarimiz 4 yulduzli gastinisalar. Oraliq masofasi Madinada 250-300 metr oraliq masofada chiqadi. Makkada esa 800-900 metr oraliq masofani tashkil topadi azizlar. Undan tashqari bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi. 10-12 minutlik yo'l hamda avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan. Avtobuslarda ham borsangiz bo'ladi azizlar. Xo'p, Madinada gastinitsa ovqatlari 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Albatta, o'zbek oshpazlari tomonidan beriladi azizlar. Xo'p, sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz-chi deydiganlarga esa sayohatlarimiz Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, xurmo bog'lari hamda Qur'on bosmaxonalari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham 100% azizlar. Xo'p, undan tashqari Makkada azizlar Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga sizlar uchun Qizil dengizga sayohat ham qo'shib beramiz azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. To'lovlarga keladigan bo'lsak, agar siz uzoqroqda bo'lsangiz azizlar, Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsangiz, biz Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Zagram pasportingizni ham tashlagan holda azizlar. Undan tashqari ofisimizga keladigan bo'lsalaring, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Centrum rasmiy kassalari bor azizlar. Bemalol kelib o'zbek so'm naqdda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, Zagram pasport esdan chiqmagan holda azizlar. Xo'p, azizlar, reyslarimiz qachon deydiganlarga, reyslarimiz hozirgi kunda har hafta reyslarimiz bor. Haftaning har seshanbasiga Toshkent-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftaning har chorshanbasiga Farg'ona-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Bemalol persatkasiz Pramoy reyslari azizlar. Xo'p, azizlar, undan tashqari bemalol chet elda ishlab yurgan aka-ukalarimizga, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsangiz, biz chiroyli sertifikatlarni qilib, firmamiz nomidan bitta gulni olib, sizlarning nomingizdan ota-onangizni tabriklab kelamiz. Albatta, vodiy ichi azizlar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Azizlar, xo'sh, undan keyin narx-navolar qanaqa bo'lyapti deydiganlarga esa narx-navolarda sizlar uchun ancha tushirib qo'yganmiz azizlar. Hozirgi kunda Toshkent-Jidda yo'nalishli reysimizga $1000 qilib qo'ydik azizlar. Farg'ona-Jidda yo'nalishli reyslarimizga esa $1025 qilib qo'ydik azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javobni olishingiz mumkin azizlar. Agar video syomkamiz yoqqan bo'lsa, bir like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling.